Necha ot kuchi bor, qanaqa motor bor, 130 ot kuchi. Bu traktorimiz Euro 3 standartga javob bera oladimi? Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Traktor Boruzda sizlar uchun maxsus Abbos aka bilan o'sha hammaga mashhur bo'lgan 130 ot kuchiga ega bo'lgan 1304 modelini obzorini qilib boramiz. Xo'p. Beraka o'zi muhkam bu. Mana Abbos akamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Orqamda turgan Monster traktor bu Yutoni 1304 modeli. Abbos aka, buni Labbay. bir tashqi dizayni haqida bir gapirib bersangiz. Albatta, birinchi ko'rinishidan bu tashqi dizayni ko'rishingiz mumkin. O'sha Yutoni qizil va qora rangli, mashhur Yutoni qizil va qora rangli kombinatsiya bilan ko'rishingiz mumkin. Mana yana kapsula shaklda. Undan tashqari faralariga ham alohida e'tibor beradigan bo'lsak, faralari tepada LED, oldida o'sha linza bo'lgan faralar qo'yilgan. Endi mana misol uchun bu traktorni asosan olgan odam haydovchi oladi, to'g'rimi? Asosan haydovchi. Haydov misol uchun kechqurun ham haydaganda Albatta. bu faralarda bemalol qiynalmasdan Bemalol kechqurun ham xuddi kunduzidek haydayaveradi. Bundan tashqari filtrlari ham tepaga qo'yilgan. O'sha chang filtrlari deydi. Ko'plab akalarimiz biladi, vozdушный filtrlari O'zbekiston sharoitida dalaga tushgandan keyin changga to'lib qolmasligi uchun pastda changga to'lib qoladi. Keling unda ko'p cho'zib o'tirmasdan traktorimizni motor qismiga, kapot tagida necha ot kuchi bor, qanaqa motor bor va o'sha apparat qismlariga to'xtalib o'tsak. Buni kapotini ko'rishingiz mumkin. Doimgidek Yutolarda ikkitalik silindr kapotga nagruzka tushmasligi uchun. Albatta bu 96 kilovatli 130 ot kuchi mujassam bo'lgan bu motorda alohida ko'rsatishingiz mumkin. Sababi bu motor ko'plab traktorlarda, ko'plab brenddagi traktorlarda kelyapti. Menimcha buni o'zingizdan bilsangiz kerak. Bu Yuto nafaqat traktor ishlab chiqaradi, ya'ni Albatta. boshqa traktor ishlab chiqaradigan zavodlarga ham motor yetkazib beradi. Juda ko'plab mashhur bo'lgan brenddagi traktorlarga ham o'z motorini beradi va o'sha brenddagi xodimlar bu motorni eng zo'r motor deb maqtab sotishyapti. Ko'plab ko'rishingiz mumkin. Motor qismiga keladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin 6 portion hisoblanadi bu. 6 portion 130 ot kuchi. Bundan tashqari apparat qismi oddiy apparat, forsinka, hech qanaqangi salarka tanlamaydi, lekin shuni unutmaslik kerak. Qancha yaxshi salarka quyib yursa, traktor shuncha uzoqroq xizmat ko'rsatib beradi. Bundan tashqari eng asosiy joyi salarka va filtr qismlarida filtrlarni ko'rishingiz mumkin. Gidravlika qismlariga keladigan bo'lsak, gidravlika qismi ham hozirgi Yutolarda gidravlika korobka, zadniy most qismlari alohida bachokda kelyapti, aralashib ketmaydi. Bemalol kelib, ko'rib, test drive qilib, haydab ko'rib ishingiz mumkin. Oldi radiatorlariga ham keladigan bo'lsak, alyuminiy oddiy apparat emas, antifriz qo'yilgan. Antifrizda qizib ketmasligi uchun oldi toshlariga alohida e'tibor berishingiz mumkin. Oldida toshlari bor. Bundan tashqari Yuto shunchalar aqlli ishlab chiqarilganki, orqa balonga ham gruz toshlari ham bor. Bemalol Orqa balonidagi toshlari ham 50 kilodan ekan. 50 kilodan 150 kilo, ikki tarafda 300 kilo degani 300 kilo bu hech qanaqangi sharoitda. Bilasiz, o'zingizda ham fermer xo'jaligingiz bor. Bu fermer xo'jalikka xudo xolisi bitta olamiz holi botib qolmaydi. Loyda qolib ketmaydi. Endi orqa naveska qismiga o'tadigan bo'lsak, orqa naveska qismimiz ham 3 tonnagacha bo'lgan agregatlarni bemalol ko'tariladi. Kelib alohida ko'rishingiz mumkin. Elektrochas, gidravlika va elektrochas qismlari hozirgi zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi va tayanch qismi, naveskaning eng asosiy tayanch qismi hech qanaqangi ulangan joylari yo'q. Sababi bu quyma, oddiy materialdan ishlanmagan quyma bo'lganligi juda yaxshi, mustahkam bo'ladi. Orqa naviskasiga keladigan bo'lsak, qarang, yana ikkitalik silindr, ichida yana katta bitta silindr bo'ladi. Yana pomochnik deyiladi bu, pomochnik silindrimiz 3 tonna plus 500 kilogacha bo'lgan agregatlarni ko'tara oladi. Endi yana bitta savol. Abbos aka, mana hozirgi kunda xabaringiz bor, hamma O'zbekiston kirayotgan texnikalar Euro 3 standartga o'tdi, to'g'rimi? Bu traktorimiz Euro 3 standartga javob bera oladimi? Albatta javob bera oladi. Euro standart talablariga javob beradigan Yutoni 1304 modeli. Orqa naviskasini ham mana ko'rishingiz mumkin. Traktorchilarimiz kechqurun haydaganda albatta
oldida sherik bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun o'zi bemalol ishlataveradi. Naviskasini tushirib chiqarishda qiyinchilik bo'lmaydi. Bundan tashqari yana salon qismiga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu zadniy kamerani ham bitta ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Salonda tablolari bor. Buni ham haydab test-drive ko'ramiz. Vomi shu 1540 ming оборотda ishlay oladi. Endi dizayniga gap bo'lishi mumkin emas. Balonlari ham mustahkam, o'sha radial balonlar taqilgan bunga. Radial balonlar o'ta yumshoq va O'zbekiston sharoitiga juda chidamli bo'lgan balonlar. Salon qismini ko'rishimiz mumkin. Salonida mana traktorchilarimiz uchun hamma sharoitlari bor, magnitofonlari bor, zadniy kameralari, konditsionerlari, o'sha kapitanskiy sidiniya. Xo'p, Abbos aka, lazerniy planirovщикda necha metrligini ishlata oladi ushbu texnika? Lazerniy planirovщик deganingizga ko'plab fermerlarda hozir lazerniy planirovщикlarimiz imtiyozli kredit asosida berilyapti. Bundan tashqari juda ko'p yana imtiyozlari bor. Buni fermer akalarimiz biladi. Lazerniy planirovщикlarimiz 2,5 metrlikdan 5 metrlikgacha bo'lgan lazerniy planirovщикlarimiz bor. Xuddi o'sha bu 1304 modelimiz 3,5 metrlik, 4 metrlik lazerniy planirovщикlarni bemalol ishlata oladi. Boshlang'ich to'lovsiz lazerniy planirovщикlarni bir kun ichida chiqartirib beramiz, albatta fermer akalarimiz uchun. Do'stlar, mana bugungi obzorimiz Yutoni 1304 modeli haqida bo'ldi Abbos akamiz bilan. Agar sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Va shuni unutmangki, keyingi video obzorimiz qaysi traktor haqida yoki agregat haqida bo'lishini kommentariyaga yozib keting. Biz har bir kommentariyani o'qib, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Do'stlaringizga ulashib qo'ying bu videoni. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Ulug'bek!